Yo, WhatsApp o'poqlar. Sizlar bilan mana Riha Gaming bugun biz FC Mobile o'yinini ko'ramiz. Obunachilar, bu YouTube kanalimdagi birinchi futbol video bo'ladi. O'zimga pashta 1 oy bo'ldi. Shu oyning oxirida 1 oy bo'ladi o'yin o'tganimga. Bu futbolchilar ancha. 1 oycha bo'ldi o'zim o'yin o'tganimga. Bugun biz missiyalar bajaramiz. 107 futbolchilar olsa bo'ladi. Albatta o'yinchilar alonga nima desam, FC Mobile'ga Abduqodir Husan chiqibdi. 100 bilan 104 chiqibdi. Yo'q, 103. Hozir ko'ramiz bormi, yo'qmi. City desam chiqsa kerak o'zi. Husanovni mana hozir ko'ramiz. Albatta o'rim 100 mana hozir ko'rasizlar o'zingizlar. Eng kuchli futbolchi 107, lekin qaysi futbolchiligini aytmayman. 107 bitta futbolchi bu. Eng kuchlisi. Ha. Qachon boshlanadi bu? Bu boshlandi. Davay. Bugun nechinchidir kun nimadir bo'lsa kerak. Mana ko'p ko'rmayman-ja. O'sha pozitsiyam yaxshi emas futbolchilarim. 5000 ta. Tekinga, seriously. Ayo. Просто narsa beradi. Qizil moneta beradi. Bu yerda 5000 ta obunachilar. Biz 2 ta 3 million open pak ochsak bo'ladi. Mana ozgina pulcha bordi yana. Mana yana. Futbolchilar chiqishni boshlayapti. Albatta nimada obunachilar O'zbekiston bilan o'ynaganda ham 2-2 bo'ladi, nimada Ironni. Obunachilar mana futbolchilarim qaranglar. Zaminadan boshlasam. Unda 98, Vatkes 99, Diogo Carco 101, Budimir 101, Marmush 101, Ronaldinho 96, Cristiano Ronaldo 107 obunachilar. Zirke 102, hop. Aldavarsi 99 mana, Maradona 104, Grimaldo 101, David Neres 101, Lucas Bernardo 101, Beraldo, Ramdalsi 102, McAllister 101, Kompa 94. Şu futbolchilar. Yana futbolchi borku. Mascherano. Mana qo'ysa nima bo'lar ekan o'zi. Oshmadi. Qaysi futbolchini kuchaytiramiz obunachilar, o'zingizlar aytinglar. Normal futbolchi. Ko'p ishlatamiz. 102 futbolchi qayerda boyagi? Mana shu, ana shuni kuchaytiramiz. Qo'yishlarga. Stop, hozir open pak ochamiz-ku. Agar yaxshi futbolchi tushsa, o'shani kuchaytiramiz. Hozir 6000 ta bo'lmani 2 ta open pak ochsak bo'ladi, o'sha belak. Yo, bitta ochamiz, 2 ta olsak bo'ladi mana. Birinchi yangi chiqdimi yana? Yaxshi. Open pak ochamiz. Mana yaxshi ko'rakan. 107 tushsin. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. O'stik. Davay. Fransiya. Ceze. Kim ben? Bade. Shem zo'r futbolchi edi. Oldinlar. Hozir. Yaxshi o'ynamaganiga ozgina pasayib ketdi. Maradona 107. Yo, eski futbolchilik eng ko'pi. Mori. Esisen Rice. Ancha bilan ochuvdim bir marta. Almashgandan keyin.
Maradona tushadi obunachilar. Ay, mazza olasizlar. Qiziq, u Ronaldo nima qilaman eskisini? Nima bu? Z. Oldin nap deb yozasiz, napadashi. Ikkinchisi, ana. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta. Uy, Volko. Italiya, VP. Loop yani. Uy, 103. Молодец. Shu bor ekan beriladi. Yo'q. Husanov obunachilar. 890. Da, sekret narsa nomeri bu. Hop, voy. Birinchi futbolchilar kiraylikchi. 101 bo'lsaydi obunachilar juda ham xursand bo'lardim. To'xtalarda almashtiramiz. Shunga ham 100 ekan bu. Menga mana futbolchilar kerak emas, to'g'risini aytsam. Просто xalaqit beradi. Voy, over 101 obunachilar. Varada o'lishibdi bo'ya. Oldin ham bordim bu. Ancha bordi. Qaysida bo'ya 103 tushgan. Qani shu 103 tushdi bo'ya bitta. Shu tushdimi obunachilar? Yo'q, bu tushmadi. Shu tushdimi? Ana shu tushdi. Polshalarga 104 qilamiz. Bu da 104 bo'ldi obunachilar. Bu video bitib qopti. To'g'ri 102 bo'lganmiz. Bu hali barvaqtda. Kelachakda kelinglar ikkinchi qismdan misol o'tiramiz. Hozir birga o'ynaymiz. Qani? Adem yaratamiz, shunday deylar. Ancha ko'p bo'lgan o'ynaganimga. Ismlarim esimdan chiqib ketdi. Oldin yaxshi edi. Lekin oldin overim 100 emasdi, overim 99 da. 98 edi, aniqrog'i. Hozir futbolchilar zo'r bo'lib ketdi. Mana 100 oldin nima desam, 97 dan 101 gacha berasdi. Endi esa 101 dan 107 gacha. Bu munoqbat mazza qilish kerak. Yevro chempionatlarida esa obunachilar 95 dan 99 gacha edi. Maksimum futbolchi 104 edi, hozir 112. Hozir va mazza bo'libdi. Bunda kuchash qiyin. Men hozir normal futbolchiman. Mana buni kuchli, bu o'rtancha futbolchi, o'rtancha. Shuni o'zi. Etti Ronaldo pas. Voy, qotdi o'zini. Bu qotgandan men namaga yo'q. Bu tochna qotdi obunachilar. Bag bo'lib Turkiyami deyman. Voy. Mana. Ketdik. Pas. Men ko'proq pas bilan o'ynayman. Nima ancha qo'yibdi obunachilar. Mana vaziyat. Uy. Kim urdi shuni? Chotga urdi-da, kim urganmasa. Ronaldoni udarni kuchli maksimalni qilganman. Maksimal ko'p. Ronaldo. 2ga 1 chiqibdi. Nima bilayin, yordam qani, yordam. Ashada. Voy. Davay. Voy, dani ozgina qoldi obunachilar. Voy, nima bo'ldi hozir? Anshadan gol urmasam uyatda. Nima? Qanday qilib? Aytaman, obunachilar ancha bo'ldi, men yaxshi o'ynamayman. Kallaga ham qilolmayman, bola. Anshadan bitta udar tepamiz, El Clasico bo'lsa. Bo'ldi, 5-1 yutqazdik obunachilar. Ancha bo'ldi, o'ynamaganimga. Turkum bo'ldi kirmaganimga. Bir marta shu FC Mobile haqida video olatadim. Wi-Fi ishlamay qolsa, bolam o'sha video o'chirib tashlayman. Boshqa kun olaman deb. Zo'r ketadi o'zing video.
zo'r futbolchilar o'shandagi o'ynachilar o'shanda. Nima qilamiz davay? Qanday futbolchilarni ko'ramiz? Husanov bormi yoki yo'qmi? Yaxshi. City komandani qilamiz. Qayerda o'ynachilar? Ana u Angliya. Angliya qani Angliya? Boshdagi emasmi? Shu. Manchester City. Yaxshi hali chiqmabdi. Foden, Guardiola, Bernardo Silva, Levis, Marmush. Mana Marmush 101 bordimi? Qani Marmush? Ya xuddi shunaqasi bor menda. Misrli ekan, voy, endi bilaman bunachilar. Eng kuchlisi bu Rodri ekan, Rodri ham City qirolida. Eng kuchsiz qaysi ekan? Eng kuchsiz City o'yinchisi Alvarez. Hey. Halatning eng kuchsiz nechi ekan bunacha savol. 90larchida Haaland yo'q, 91da bor ekan. Hopani. Shundan biz ancha ekan. Mana ko'raylikchi. Sotib olamiz bunacha. Bundan puliga arzimaydigan futbolchi. Biz narximizga mos futbolchi sotib olamiz, kelinglar. Bizda qaysi pozitsiyada futbolchi kuchsiz? Uncha hammasi yaxshi mana. O'zi. Tepaga olish kerak, tepa. Obunachilar mana bitta zo'r sekret o'rgataman qaranglar. Tepa. Pozitsiya. Tepa qani endi? Men inglizcha o'rganib qolganman, inglizchaga. Qaranglar. Masalan, futbolchilar bo'ladi, ko'rasizlar. Masalan, mana qaranglar. Mana masalan De Bruyne'ni ko'ramiz eng qimmatidan. Narxi qancha? 1,5 milliard. Lekin uni sal kuchlirog'i, masalan, o'zi bitta-ku 104 da 105 ni narxi 1 milliard 350 ko'rasizlar o'ynachilar. Mana. Xuddi o'sha narxga, faqat 106. Masalan, xuddi o'sha narxga mana 107 si bu. Xuddi o'sha narxdan ozgina 30 millioncha farq bu. 108 mana 109 sal qimmatroq ekan. Agarda pulinglar yetmasa, Sepe Rodri'ni ko'ramizmi? Yo, bu boshqa qimmat-ku. Ko'rasizlar, o'ynachilar asl narxi 23 million, mana 700, lekin sal arzonrog'i 12 million. Boshqa unaqa o'ynachilar. Olmasanglar bu mana qaranglar, 97 10 million turibdi narxi. Shu pul yig'mayman-da ko'p. Bo'lsa olasim. Bernardo Silva. Ko'raylikchi mana. Ya bunda arzoni yo'q ekan. O'zi qimmat chiqqan ekan. Ko'rasizlarmi bunachilar? Mana ularcha bular точно qimmat bo'ladi. Bular qimmat. Ko'rasizlar bunacha sizlarga bu osongina prosta yo'l. Hali obunachilar video tugadigan bo'lib qolibdi. Ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar 5 ta like kutaman sizlardan. Video yoqqancha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, aytgancha Flash O'rzabaga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Unda xayr.